Bugun sotuvimizga har doim ham chiqavermaydigan Gruzinsk planirovkadagi 65 metr kvadratli 2 xonali uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimizning koridor qismi. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish bo'ladi. Xonalarimiz ichma-ich bo'lgan, uyimiz egalari tomonidan alohida o'zgartirilgan. Ko'rib turganlaringdek, uyimizda ikkita balkon bo'ladi. Bu yerda mehmonxona qismi. Bu yerda balkonimiz 1,5 ga 3 bo'lgan balkon bor. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz 5 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Uyimiz ishli bino bo'ladi. Umumiy maydoni 65 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa yotoqxona qismi. Ko'rib turganlaringdek, spalnimizda o'rin qoldirib ketilgan. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, Euro remont. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa sanuzelimiz keladi. Razdельный sanuzelimiz vannasi, kafelar terib qo'yilgan ustidan. Bu yerda esa hojatxonamiz. Bu yerda esa oshxonamiz keladi. Oshxona mebellari hamma didiga qarab o'zini yasatish uchun tayyor ketilgan, kafelar terilgan, gaz plita, rakvinalar qo'yilgan. 2,5 ga 6,5 metr bo'lgan balkonimizda yarmini bo'lib 3-xonaga o'zgartirilgan. Bu yerda xohlasalaring o'tirib ovqatlanish uchun stol uyg'oq qo'ysalaring ham bo'ladi, yoki-da bolajonlar uchun detskiy xona qilsalaring ham bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, rollar alishgan, hamma xonamizda jamilab qo'yilgan. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 24-kvartal Olmos to'yxonasining orqasida joylashgan ushbu uyimizni egalari 71.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, aksiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.